Assalomu alaykum aziz tandiruvchi ishqibozlari. Keyingi obyektimizni ham mana boshlayapmiz. Bu galgi ishimiz Andijon viloyati Marhamat tumani Yo'lamotol degan qishloqda bo'lyapti. Bizga zakaz tushgan bitta mo'yka, рабочий stol, ikkita qozonga o'choq. Biri 22 litrlik, biri 50 litrlik. Tandir bo'ladi. Eski tandirlar bor ekan, eski o'choqlarimiz buzilib, yangidan qilinyapti. 20 ta non ketadigan bitta tandir. Tandirning oldiga savatga yana bir joy qilib beramiz. Xo'p, fasadning qismi obrisovishni o'zimizda Shahrixonda obrisovka g'ishlaridan bo'ladi. Kombinatsiya qilib, qora sariq qilib uramiz. İşler devam etyapti. Xohlasa patololarni ham qo'yamiz. Tandirlarimizni ham o'rnatib, qozonlarimizni o'rnidan chiqarib oldik. Shagirtlar ishlayapti. Yangi shagirtlar. Yangidan sevgim beradi. Mana patololarni ham qilyapmiz-da. Xohlasa o'ta go'zal bo'lib ketadi. Buchaga keladi ko'ryapsizmi? Like. Tiklaylasak bo'ldi ekanman. Ikkita qilamiz. Bunaqa titan gellar bor. O'choqlarga baho beraverasizlar bitgandan keyin ko'rsataman. Mana sizlarga aytib o'tgan tandir o'choqlarimiz bitdi. Ko'rishinglar mumkin. Xo'p, shu burchakka 20 talik tandir o'rnatdik. Yoniga 50 litrlik qozon, 22 litrlik kichkina qozon o'rnatdik. Yerga kattagina qilib рабочий stol и mo'yka. Mana tandir o'choqlarimizni ham ishlatib oldik, yoqib. Xo'p, shu g'ishlarda o'zimizning Shahrixon obrisovishning g'ishlaridan foydalandik. Kafellarda ham o'zimizning Sirdaryoni kafellaridan foydalandik. Xo'p, endi bir tutunni tekshirib olsak ekan, shagird bir yoqib ana qilinchi, bir o'choqlarni tekshiraylikchi. Tandir o'zgacha bo'ldi mana. Shu yerimiz patkulch bo'ldi, pol, patolog, xullas hammasini bir qo'ldan chiqardik rangigacha. Elektrik ishlari, santexnik ishlari hammasini qildik. Xo'p, endi buni o'choqqa tutinchi, o'tni o'chirib tortishini ko'raylikchi. Oyog'ingizda bir ezib oling o'zim. Ha, bo'ldi. Og'ziga tuting. Yaxshi tortyapti, xudo xohlasa. Mana bunisiga tutinchi. Aziz kuzatuvchilar, shunaqa pilisos o'choqlar qurish kerak bo'lsa xonadonlarga, dachalarga O'zbekiston bo'yicha xizmatdamiz. Shu ekrandagi ko'rayotgan nomerlarga bemalol tunu kun
Telegram, WhatsApp, prямой telefon qilsanglar ham bo'laveradi, javob beramiz. Maslahat kerak bo'lsa ham maslahatlar ham beraveramiz. Xo'p, shu yerga patologiya plastik qildik. Tandirni ustiga shu tunkadan zontik qilib yasatdik. Xo'p, uy egasi bilan hisob-kitob qildik. Materialiga 7 million so'm ketibdi. Полный shu под ключ. Bitta miqigacha sotib olindi bu yerda. Shu qozonlar sotib olindi, hammasi nima ko'rayotgan bo'lsanglar, shular hamma narsalar sotib olindi. Shular 7 million so'm bo'libdi xizmatimizdan tashqari. Xizmatlarimiz, agar qiziq bo'lsa xizmatlarimiz. Xo'p. 60 talik mo'yka o'rnatyapmiz. Shu taylar, kanalizatsiyalari, suvlari, turbalar kelgan bo'lsa, shunday ustanovka qilib berish $50 bo'ladi. 1 metrdan oshiq рабочий stol o'rnatish kerak bo'lsa, 60 sm eni bo'ladi. Shu holatdagisi ham $50 ga yasab beramiz. Qozonlar tochkasi $100 dan bo'ladi xizmat haqimiz. Shu holatdagi tandir yasab shu o'rnatib berishimiz. Endi tandirni masalan 20 talik, примерно 18 ta 20 talik 20 ta non sig'adigan tandirlarimizni $150 dan shunaqa o'rnatib beramiz. Agar g'ishtdan o'zimiz o'sha dimoxodlarni o'zimiz yasaydigan bo'lsak, u yana xizmatimizga qo'shilib ketaveradi. Bu ham kelishilgan narxda qilaveramiz. Yoqqan bo'lsa yoki birorta savollar bo'lsa, kommentariyada izohlar qoldirib qo'yinglar. Harakat qilamiz, javob beramiz. Sog' bo'lasizlar.